Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Sizlar bilan va nihoyat Habko'k Recipe kitobi bo'yicha 5 dan 8 gacha bo'lgan strategiya qismiga ham yetib keldik, ilk qismini. Bu qismda biz Quango, ya'ni reklama bo'limi hisoblanadi. 5 dan 8 gacha bizda reklama taqdim etiladi. O'sha reklamadan kelib chiqib to'g'ri javob topishimiz kerak bo'ladi. Qisqacha savol haqida matnni o'qib, mavzuni topadigan savollar hisoblanadi. Reklama ma'lumotlari mavzusini tushunish o'lchaydigan savollar hisoblanadi. 5-da, ya'ni 5-ilgida biz mahsulot reklamasini topamiz. 6-da biznes reklamasi, 7-da davlat xizmatlar reklamasi va 8da reklamaning batafsil tavsifi tushadi bizda. O'shalardan kelib chiqib to'g'ri javoblarni topa olishimiz kerak bo'ladi. Keling, oltin qoidasini ko'rib chiqamiz. 5-ligini, Hangim resepsini. Reklama tarkibidagi ot va fe'llarni tezda toping. Ya'ni hozir bizda buni spiskasi bor, o'sha bo'yicha ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Variantlardan ot va fe'llarga tegishli tarkibni toping. Ko'rayotgan bo'lsangiz, tepada ham ya'ni ot fe'llar guruhi qaratyapti, pastda ham ot fe'llarga. Bu nima degani? Misol uchun bizda mana 5-da mana bunaqa reklama taqdim etiladi. 몸에 좋은 영양소가 가득. 매일 아침 신선함을 마셔요. Shundan kelib chiqib biz butun matnni tushunmasak ham, lekin ma'lum bir ikkita so'zni topib, kalit so'zlarni, to'g'ri javob nima haqida gap ketayotganini topishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana sariq rangda belgilab qo'ygan bu kalit so'zlar hisoblanadi. 몸에 좋은 영양소 마셔요. Bular hammasi uyuni kalit so'zi hisoblanadi. Ya'ni sutda. Butun tekstni tarjima qilmasdan turib, mana shu Yongyangso yoki mashida aytganimdek bitta kalit so'zni topib, to'g'ri javob nimaligi topishingiz mumkin bo'ladi. Bu juda ham oson. Bizda mana umumiy kalit so'zlar berilgan. Ya'ni qanaqa kalit so'zlar tushishi mumkin? Shige, soatga tegishli bo'lgan kalit so'zlar mana ko'rib turganingizdek. Agar sizning matningizda mana shu so'zlar ishtirok etayotgan bo'lsa, demak to'g'ri javob shige bo'lishi kerak bo'ladi. Yoki angyong, achkiniki. Mana bu achkini kalit so'zlari. Nun, poyida, so'myoda, mongod, shinballigi, kotta, piyonada, chadongchaniki. Mana bu so'zlar chadongchani kalit so'zlari hisoblanadi. Kamera, sajingi, hojampum, umumiy 50 ta qism ajratilgan, ya'ni shu 50 ta qism juda ham ko'p. Mana oxirgisi chongsogida tugayapti. Eng ko'p tushadigan so'zlar hisoblanadi, kalit so'zlar. Aynan mana bu so'zlar ishtirok etsa, demak to'g'ri javobimiz bu yoqdagi asosiy qism bo'ladi. Shuning uchun biz bu qismni to'liq yodlab chiqishimiz kerak bo'ladi. To'g'ri, bu yerda ko'p cho'g'ib so'zlar, ko'pini bilishinglar mumkin. Faqat qaysi so'zga tegishliligini, bog'langanligini aniqlasangiz bo'ldi. Qolganini topish osonroq bo'ladi. Ya'ni qaysi so'zga qaysi so'z tegishli, nimaga nima tegishli, shuni yaxshi bilsangiz bo'lgani. Qolganini javob topish juda ham oddiy va sodda. Buni yodlash texnikalari bo'yicha Telegramda postlar joylaganmiz. Qandoq qilib effekt, ya'ni natijasi yuqori qilib yodlasa bo'ladi. Shu haqida ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Juda ham foydali post. Umumiy har bitta so'zi tarjimasi Telegramimizda bor. Agar kim Telegramda qo'shilmagan bo'lsa, Telegramimizga o'tib olamiz. Hamma so'zi tarjimasi bor. Bemalol olib, yodlab foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Aytganimizdek, 50 bu mahsulot reklamasi. 50 dema 5. Buni yodlab bo'lganingizdan keyin tagida mana bizda test berilgan. Ishlab ko'rasizlar testda. Misol uchun mana 3-sini e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana piyonada, kotta shu ikkita so'zdan kelib chiqib, shinbal deb to'g'ri javobni belgilayman. Qolganini o'qib ham o'tirmayman. Mana piyonada, kotta shu ikkita so'z bu shinballik kalit so'zi hisoblanadi. Ko'rayotganimizni o'qib ham o'tirmadim. Xuddi shu asosda topsangiz bo'ladi. Yoki mana dizayn, piyonada, tada va bular boya ham chiquvda ko'rgan bo'lsangiz, chadongchanikida e'tibor bergan bo'lsangiz. Umumiy kontekstda tarjima qilib o'tirishingiz ham shart emas aytganimizdek. Mana chikta, o'z chikta so'z turibdi ko'rayotgan bo'lsangiz, demak sajingi deb belgilab qo'ysangiz bo'ladi.
Xuddi shu asosida topiladi ko'rayotgan bo'lsangiz. 10 ta test bor. Buni ishlab ko'ringlar. Buni ishlab bahoni tekshiringlar, necha ball chiqyapti. 6-si bu tashkilot reklamalari aytganimizdek. Bu yerda ham xuddi shu mana kalit so'zlar bor. Gap nima haqida gap ketayotgan topasiz, ya'ni kalit so'ziga qarab turib qiynamas, bitta-bitta top ketaverasiz. Bunda ham mana Bekfajom, Mungujom, Chixachol, To'sog'wan va kalit so'zlari. Bitta qolmay yodlab chiqishingiz kerak bo'ladi. 5, 6, 7, 8 nisbatan ancha osonroq aytganimdek. Bular ham kalit so'zlari hammasi bor. Bu 40 gacha ko'rayotgan bo'lsangiz 10 ta kamroq. Testlari bor. Testlarni ham ishlaysizlar hammasini. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Misol uchun mana oddiy misol Hakyong Pum, Samyong Pum shundan kelib chiqib, to'g'richov Mungujomni belgilab qo'yaman. Shu ikkita so'zni ko'rib. Xuddi shunaqa, ya'ni oddiy topish uslubi. Faqat sizdan talab qilinadigan narsa yod olish hisoblanadi. Yod olsangiz oson javob topasiz. Yodlamagan bo'lsangiz qiynalasiz, matn tarjima qilishingiz kerak bo'ladi. 7 bu umumiy reklamalar hisoblanadi. Davlat reklamalari desak ham bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, hammasi davlat reklamalari hisoblanadi. Va buni so'zlari ozgina kamroq, kalit so'zlari 20 gacha. Umumiy 20 gacha kalit so'zlar yodlashingiz kerak bo'ladi. Keyin bu bo'yicha mana testlar bu yerda, 10 ta bu yerda ham buni ham ishlab tahlil qilib ko'ring. Yodlab bo'lganingizdan keyin albatta. Keyin 8. 8 da endi sal boshqacharoq 8. 8 unaqa kalit so'z yo'q. Bu yerda umumiy ma'lumot bor. Misol uchun mana iyong anne foydalanish haqida ma'lumot. Foydalanish ketma-ketligini tushuntirishi mumkin yoki to'g'ri, iyong anneni o'zi foydalanmasligi mumkin, lekin foydalanish haqida ma'lumot aytayotgan bo'lsa, demak bu iyong anne bo'ladi. Mojib anne, hengsa anne, ya'ni suvob anne aynan kalit so'z sifatida suvob anne chiqmaydi mana anaqa so'zlari. Yoki mana bittagi so'zlar ham tushmasligi mumkin. Faqat siz umumiy kontekst nima haqida kelib ketyapti, ya'ni nimanidir tushuntirib ma'lumot beryaptimi, uslubini aytyaptimi, tartibini aytyaptimi, shundan keyin to'g'ri javob topishingiz kerak bo'ladi. Umumiy o'zi 20 ta bu yerda ham, shu 20 ta asosida hammasini buni ham topib chiqishingiz kerak bo'ladi. 18 kuypanni misol uchun mana bunday ham xarid qilish bo'yicha uslubi, metodi tushuntirilgan. 20 da ham shu mana Yonghua Soge bu yerda ham kalit so'zlar ko'rsatilgan hammasi. Bu kalit so'zlar bo'yicha ham aytganimizdek yodlaysiz, nima ketma-ketligi tushadi, nimaga e'tibor qaratish kerak, shu haqida ma'lumot berilgan bo'ladi. Buni ham ishlab, tagida testi bor. Bu testni ishlab ko'ringlar ketma-ketlik bo'yicha. Hamma testi bor mana 10 ta. Buni bo'lganingizdan keyin bu keyingi bo'lim ekan. 5, 6, 7, 8 topish ketma-ketligi xuddi shu asosida bo'ladi. Ishlab, endi bemalol nimaga e'tibor qaratishni bilasizlar. Agar so'zlarning tarjimasi kerak bo'lsa, hammasi bor. Faqat talab qilinadigan narsa yodlab harakat qilish hisoblanadi. Shu bilan bugungi darsimizni shu yerda to'xtatamiz. Keyingi onlayn darslarda ko'rishguncha rahmat, sog' bo'ling.